Buxorodan bemorimiz yana qaytib keldilar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Buqoqi holatda. Yutining. Mana shu buqoq o'smasi. O'sma katta, nafas siqadi, bo'g'adi. Oldingi gal 3 sm dan katta bo'lgan bo'lsa, bugun 4,5 sm. Orada 2 oy o'tgan. Operatsiya qilish kerak deb tushuntirsam, ko'pchilik qalqonsimon bezi operatsiya qilmasa ham bo'ladi, uni olmasdan ham yashasa bo'ladi, undan o'lmaydi degan fikr bildirishadi. Lekin agarda bu o'sma bo'lsa, bundan o'lish mumkin. Undan ko'ra oldirib tashab, qalqonsimon bezi gormonlarini ichib yashash kerak bo'ladi. Shifokorlar sizlar buqog'inglarni olib tashinglar, sizlarga yomon bo'lsin deb maslahat berishmaydi. Agarda bu tugun yomon narsaga o'tishini ko'rsa, ya'ni hozir bizda biopsiyamiz Birits 3 tur bergan. UZIda ham xavf guruhi 3 tur bergan. Operatsiya qilish kerak desa, demak operatsiya qilinish kerak. Qalqonsimon bezini olib o'rniga gormonlarni ichib yashash kerak bo'ladi.